Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xovos tumani hamda Yangiyer xalqi. Bugun yozgi sog'lomlashtirish oromgohlari mavsumining ochilish marosimiga xush kelibsiz. Kuzatib boramiz bugungi kunda. Sirdaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi qoshidagi taekvondo sport va salomatlik bekati o'quvchilarini ko'rib turibsizlar. Ular bari jonbozlik ko'rsatib bugun shug'ullanmoqda. Xovos tumani 14-sonli hamda 11-sonli umumta'lim maktabining iqtidor maktab ansambli jamoasi bugun faol ishtirok etmoqda. Qani ketdik. Kuzatuvchilar, Xovos tumani Zakovat bekati a'zolari, Xovos tumani 30-maktab ishtirokchilari. Omadlaringizni bersin. Bugungi tadbirda ustozlarimiz ham ancha faol bo'lib qatnashmoqdalar. Aynan Ma'naviyat va ma'rifat markazi Xovos tumani bo'linmasi rahbari Ernazar va Dilkarom opaga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Mana bugungi respublikamiz bo'ylab ham barcha maktablarda sog'lomlashtirish oromgohlari tashkillashtirilyapti tumanlarda. Bugungi Xovos tumanida mana bugungi ochilish marosimida juda ham chiroyli ochilishlar bo'lyapti. Bu yerda Zakovat bekati, jadidlar uchun bekati, karaoke bekati, sport va shunaqa yo'nalishlar bo'yicha juda ham chiroyli ko'rgazmali chiqishlar olib borilyapti. Bundan men o'ylaymanki, bizning tumanimizda o'tkazilayotgan mana shu tadbir eng namunali tadbirlardan biri deb o'ylayman. Rahmat ustoz. Va nihoyat jajjigina ishtirokchilarimiz yoniga yetib keldik. Ertaklar olami bekati. Ko'zingiz quvonadi. Xovos tumani 4-bog'cha hamda Xovos tumanidagi 29-maktab birgalikda 20 million sovrinning egasi bo'ldi. Omadlarni bersin. Xovos tumani 34-sonli tibbiyot birlashmasi oilaviy poliklinika xodimlari bugun katta xizmatda turibdilar. Qarang, bolajonlarga nima mumkin, nima me'yorida, nima mumkin emas mahsulotlarni bizga ko'rsatib turibdilar. Sizlarga, kasblarga baraka tilaymiz. Bormanglar. Sog' bo'linglar. Yana kuzatuvda davom etib biz Quvnoq Shashka bekatiga yetib keldik. Xovos tumani 13-sonli umumta'lim maktab o'quvchilari bugun Shashka bilan shug'ullanmoqda. Saraflarning savlatiga dunyo bosh ekkan Oromgohda hamma shart-sharoitlar muhayyo etilgan. Tashkilotchilarga rahmat. Qarang, kiber sport bekati ham tashkil etilgan. Bolajonlar futbol o'ynab, dam olmoqdalar. Mana endi karaoke bekatiga ham yetib keldik. Bu yerda bolajonlar qo'shiq aytish bilan shug'ullanadi. Va nihoyat biz Quvnoq estafeta bekatiga ham yetib keldik. Bolalar shug'ullanishyapti. Buyuk safar boshlading mana, har qadamda qilding tantana. Buyuk safar boshlading mana, har qadamda qilding tantana. Farzandlarim boshin silagan sendayin yurt ko'rmadim yana. Dilbandlarim boshin silagan sendayin yurt ko'rmadim yana. Agar qadring bilmasam seni bolam dema vatanim meni. 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 Xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni. Xizmatingda turmasam seni bolam dema meni. Eshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Eshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Har balodan avaylab asrab erkalatib kaftida tutgan. Har balodan avaylab asrab erkalatib kaftida tutgan. Xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni. Xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim. Bunday tadbirimizda tashkilotchilardan birilar ayrim Xovos tumani maktabgacha va maktab bo'lim boshlig'i o'rinbosari Usmonov Murod Sherboyevichga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum. Bu tadbirda ko'rib turibsiz, ham jonbozlik ko'rsatgansizlar. Hozir bizda oromgoh o'zga tadbir oromgoh tashkil etilgan.
Sirdaryo viloyatida birinchi bo'lib bizda ochilish marosimi bo'lyapti. Demak, viloyat bo'yicha bizda namunali qilib olindi. Bu yerda hozir sport yo'nalishi, musiqa, teatr, sport yo'nalishi bo'yicha PlayStationlar, shunga o'xshagan narsalar, keyin voleybol, karate, badminton sport turlari bo'yicha hamma bolalarning mazmunli o'tkazish. Hozir ichkarini ko'rgan bo'lsalar ham yaxshi sharoitlarni berganmiz. Ular keladi, ertalab sut olamiz, sog'lig'i, qanaqa nimalar iste'mol qilinishi kerak, nimalar taqiqlangan, hammasini bolalarga tushuntirib, yaxshi sharoitlar qilib berganmiz. O'sha mazza qilib dam olib, foyda bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Endi qarangki, viloyat bo'yicha Xovos tumaniga mana bunday chiroyli ishonch berilibdi. Biz bundan xursandmiz. Xovos nomera deb. Xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni. Xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni. Buyuk safar boshlading mana, har qadamda qilding tantana. Buyuk safar boshlading mana, har qadamda qilding